bolajonlarimiz qancha ko'p favqulodda vaziyatlar xodimlari kelishsa, shuncha yil xursand bo'lyapti. Bizning tarbiyalanuvchi bolalarimiz turli xil o'yinlar orqali bajarishadi, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish to'g'risida o'rgatishadi. Ulardan ko'p bilimlarni olishyapti bolajonlarimiz. Uyda dazmollardan foydalanmaslikni, gazlarga yaqin bormaslikni o'rganishyapti. Ba'zi bir bolalarimiz xursandligidan men katta bo'lganimda qutqaruvchilar bo'laman, cho'kayotganlarni qutqaraman, olovdagilarni qutqaraman, o't o'chiruvchi bo'laman, vatanimni himoyachi bo'laman deb o'zlariga maqsad qo'yishyapti. Biz o'zimiz mashg'ulotimiz davomida tarbiyalanuvchilarimizga, bolalarga zilzila yuz berganda qayerga qochishlarni o'rgatib bormoqdamiz. Bolajonlarimiz tayyor bu holatga, chunki zilzila bo'lganda bolajonlarimiz albatta yoki devorning burchagiga yoki qattiq jismni qon taxtalarining tagiga kirishni, iloji boricha o'ziga yaqin bo'lgan joyga, xavfsiz joyga borishni o'rgatmoqdamiz.